Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Azimxo'ja O'taxo'jayev. Bugun sizlarga O'zbekiston tarix fanining birinchi mavzusini o'tib berishim kerak bo'ladi. Mavzu O'zbekiston tarix fanining predmeti, maqsadi, vazifalari, manba va asoslari deb nomlanadi. Mavzu rejasiga ko'ra O'zbekiston tarix fani va uni o'rganishning dolzarb muammolari va ahamiyati, O'zbekiston tarixining jahon tarixida tutgan o'rni, O'zbekiston tarixini davrlashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Bizga ma'lumki, tarix fani ijtimoiy fanlar orasida ma'naviy va tarbiyaviy jihati bilan alohida ajratiladi. Shu ma'noda o'tmishdoshlarimiz tomonidan aytilgan ayrim fikrlarga ham e'tibor berishimiz joiz bo'ladi. G'aflatda yotgan millatni uyg'otish uchun avvalo uning tarixini uyg'ot degan fikrni Augustin aytib o'tgan ekan. Demak, har bitta millatning o'tmishi, uning tarixi, uning kelajagini belgilaydigan ma'no kelib chiqadi. Abdurrauf Fitrat tomonidan tarix millatning o'tmishi, taraqqiyoti hamda tanazzulning sabablarini o'rganish o'rgatadigan ilmdir degan fikrlarni aytib o'tgan. Bundan tashqari Bosniya rahbari Ramiz Aliyaning tarix odamlarni uyg'otadigan emas, balki uyg'otadigan fan degan bir ibratli hikmatlari bor. Shu hikmatlar asosida biz tarix fanining dolzarbligini, o'tmish va kelajakka bog'liq jihatlarini ko'rib chiqishimiz o'rinli bo'ladi. Umuman tarix fani tarbiyada jamiyat rivojini yoki uning holatini o'rganadigan fan, insoniyat o'tmishi har tomonlama to'liq o'rganishga qaratilgan ijtimoiy fanlar majmuasiga kiradi. Qolaversa tarix fani bu o'tmishdan saboq chiqaradigan fanlar hisoblanadi. Endi bevosita tarix fani predmetiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston hududi sizlarga ma'lum asrlar davomida qadimdan odamlar yashab kelayotgan mintaqalardan biri hisoblanadi. Bu yerdagi xalqlar o'zining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayoti bilan dunyo tamadduniga munosib hissa qo'shgan xalqlar hisoblanadi. Endi O'zbekiston tarix fanining o'rganishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan masala turadi. Avvalambor ilmiy xolislik. Birinchi navbatda, ya'ni biz tarix fanini yaratayotganda voqealarga xolis baho berishimiz kerak. Ikkinchisi tarixiy tahlillik masalasi. Bu yerda biz tarixiy voqealarni bir-biriga qiyoslab, undan xulosalar chiqarishni o'rganishimiz kerak. Bu tarixiy tahlillar. Uchinchisi mantiqiy uzviylik. Ya'ni tarixda har bitta voqea bevosita bir-biriga bog'lanib ketadi. Ya'ni tarixda uzilish bo'lmaydi. Tarixiy davrlar, tarixiy sanalar doimo bir-birini bog'laydi. Mana shu mantiqiy uzviylikni saqlashimiz kerak bo'ladi. Hukmdorlar o'zgaraveradi, davlatlar o'zgaradi, lekin tarixiy uzviylik saqlanadi. Keyingisi vorislik va xronologik izchillik. Bu yerda biz aytishimiz kerak bo'lgan narsa, tarixda har bitta davrning keyingi davri uning vorisi hisoblanadi. Ya'ni masalan, Temuriylar davri o'tgandan keyin, undan keyingi davr, Shayboniylar davri uning vorisiligi hisoblanadi. Bu yerda xronologiya belgilanadi. Ya'ni 14-asrda agar Temuriylar davri bo'lgan bo'lsa, 15-asr yoki 16-asr Shayboniylar, Ashrafoniylar davri sifatida izchillik davom etadi. Tarixda bag'rikenglik, vatanparvarlik bu avvalambor har bitta insonning o'ziga bog'liq, ya har bitta insonning tarixdan oladigan saboqiga bog'liq. Bu tarix shu hududda yashayotgan xalqlar o'rtasida bag'rikenglikni, vatanparvarlikni tarbiyalaydi. Qiyoslash, kuzatish, umumlashtirish bu metodlar ham tarixni o'rganishning muhim jihatlari hisoblanadi. Endi tarixda bahslashish, munozara yuritish va asoslar berish degan tamoyillar bor. Bu metodlar asosida biz tarixda voqealarga baho berayotganda har xil odamlarning, har xil kasb egalarining va har xil mutaxassislarning fikrlariga xulosa olishimiz kerak va asosiy emas ekanligini aniqlashimiz kerak. Tarixda metodik hisoblash degan tushuncha bor. Matematik hisoblash. Bunda tarixda albatta sanalarni, yillarni, davrlarni, tarixdagi turli xil o'lchamlar bo'ladi, me'yorlar bo'ladi, mezonlar bo'ladi. Hammasini matematik jihatdan hisoblashga to'g'ri keladi.
shakllanish va modellashtirish ham tarixiy jihatlarni ochib berishga yordam beradi. Undan keyin alohidalikdan umumiylikdan alohidalikka o'tish jihati bor. Bu yerda har bitta voqea o'zi alohida bo'lgani bilan umumiy tarixiy jarayonlarni izchilligini ta'minlab beradi degan qoida mavjud. Endi tarixni qo'shimcha o'rgatadigan fanlar bular etnologiya, arxeologiya, antropologiya, genealogiya kabi fanlar bu tarixga yordamchi fanlar hisoblanadi. Bularsiz tarixni biz mukammal yoritib bera olmaymiz. O'zbekiston tarixini o'rganishda asos bo'luvchi umumiy qadriyatlar bu qonun ustuvorligi, demokratiya, inson huquqi va erkinliklari, ilmiylik, ma'rifatparvarlik, diniy bag'rikenglik, boshqa millat vakillari bilan hamjihat yashash, ularning madaniyati va milliy qadriyatlarini hurmat qilish. Mana shu tamoyillar hammasi tarixga, o'z yurti tarixiga bo'lgan hurmatni belgilaydi. Qolaversa, jahon madaniyatining yutuqlarini targ'ib etish, boshqa davlatlar ilg'or tajribani o'rganish ham tarixni o'rganishning bir jihati hisoblanadi. O'zbekiston tarixi fanining vazifalari, demak biz 9 ta vazifa haqida bu yerda ko'rsatib o'tganmiz. Asosiylari bu yerda boya aytib o'tganimizdek xolislik, tarix fanini umumiy jahon tarixini bir xil sifatda o'rganish, tarix fanini zamona bilan bog'lash, davrlarni har bir davrda bo'layotgan voqealarni bevosita uyg'unlashtirishga to'g'ri keladi. O'zbekiston tarixini davrlashtirish eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Sababi biz tarixni davrlashtirmay turib tarixiy voqealarga baho bera olmaymiz. Agar ibtidoiy davr deb aytadigan bo'lsak, ibtidoiy davr insoniyatning paydo bo'lgan dastlabki davr sifatida baholanadi va ibtidoiy davrdan keyingi bosqichlar ham tarixiy boyaga aytib o'tgan tarix usuliylikni asosiy qismi hisoblanadi. Keyingi hozirgi paytda mana biz o'tmoqchi bo'lgan mavzuda hozirda qadimgi dunyo tarixini ikkita tamoyil asosida davrlashtirish belgilangan. Bu kishilik jamiyati shakllanishi ilk davri uchun mehnat qurollari yasalgan materiallar va ular yashash texnologiyasining farqlar asosida olinadi. Xuddi shu asosda tosh asri, mis asri, temir asri kabi tushunchalar bilan biz tarixni o'rganamiz. Insoniyat tarixini taxminan yozuv paydo bo'lishi bilan o'z salmomalarni yuritgan turli sivilizatsiyalar, davlatlar va so'rovlarning umri tarixni davrlash uchun asos qilib olinadi. Ya'ni bu ikkita jihat, ya'ni moddiy va ma'naviy jihatlarni biz e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, mana bu tarixiy jihatlarni biz agar o'rganadigan bo'lsak, tarixni maqsad va vazifalari xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizga tarixni saboq sifatida o'rgatish, tarixni davrlarga bo'lib o'rgatish va tarixni turli metodologik jihatdan o'rganishni bizga tavsiya qiladi va shu asosda biz tarixni o'rganamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Savollar bo'lsa yozib yuborishinglar mumkin bo'ladi.